90% boshlang'ich treyderlar qiladigan 4 ta xato. Videoni oxirigacha ko'ring va sizga albatta manfaatli bo'ladi. Birinchi katta xatolardan biri stop loss qo'ymaslik. Aynan mana shu stop loss qo'ymaslik treyderni emotsional yomon holatlarga olib keladi va juda ham ko'p pullarni yo'qotishiga sababchi bo'ladigan omillardan biri hisoblanadi. Stabil daromad qilmoqchimisiz? Albatta stop loss qo'ying. Ikkinchi xatoga keladigan bo'lsak, over trading. Aynan mana shu over tradingning orqasidan juda ko'p insonlar ko'p pulni yo'qotadi. Yutqizib qo'ydingizmi? Ya'ni pulingizni yo'qotdingizmi? To'xtating. Minimal holatda 2 hafta dam olishingiz kerak bo'ladi. Nimani hisobiga? Bozorga yana boshqatdan sveji miya bilan kirishingizni hisobiga. Hech qachon over trading holati bo'ldimi, pulingizni yo'qotdingizmi? Sabr qiling. Uchinchi katta xatoga keladigan bo'lsak, risk management, money management qonun-qoidalarsiz ishlash. Ya'ni risk management qonun-qoidalarsiz ishlayapsizlarmi? Bilinglar, sizlar emotsional yomon holatlarga tushasizlar. Risk managementni ishlatmadinglarmi? Polni o'zingizlarning hayotingizga nuqta qo'yishga qadam bosasizlar. To'rtinchi eng katta xatolardan va eng asosiy xatolardan biri bilimsiz kirish. Aynan mana shu bilimsiz kirgan ko'p insonlar pulini juda katta qismini yo'qotib yuborishadi. YouTube'larga kirishadi, Telegram kanallariga kirib har xil bilimlarni qidirishadi, lekin asosan bundoq qaraydigan bo'lsak, ularda ketma-ketliklar bo'lmaydi. Bitta narsani bilib olinglar. Bilimsiz bu sohaga qadam bosmanglar. Agar mana shu 4 ta xatodan bittasini qilayotgan bo'lsanglar, maslahat beraman, tradingni to'xtatib, bilimingiz ustida ishlashinglarni. Agar tradingga oid foydali ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling.